Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim, qandaysiz? Salomatmisiz? Ekran qorayib qo'yapti. Dunyo toshlar bilan charchab qolmayapsizmi? Mana meni uchun aziz bo'lgan, mo'tabar bo'lgan mana insonlar, mana otajonim, siz kuzatayotgan otajonim 75-yil 50 yil oldingi rasmlar, mana akajonim rahmatli bo'lib ketgan 55 yoshlarda otamni, onamni qaddini bukib ketdi, joyi jannatdan bo'lsin. Opoqim, to'ychi opoqim, o'rninam, opalarim, o'zim, ukam, mana 75-yilgi rasm, 50 yil oldingi onamni mana qiz bolalik davrlari, mana onamni qiz bolaligimi, kelinlik davrlari, qarang, o'sha zamonlar qarang, soddachilik, sochlarni qarang. Alloh o'tganlarni oxiratini obod qilgin. Mana bu 85-yilgi onamni qarang, onalar o'tgandan keyin mana 38 yoshlarda, mana ham nevarali, 37 yoshlardamikin, 38 yoshlarda ham nevarali, ham mana onam o'tdi deb, onasi o'tgandan keyin 2 yildan keyin mana masjidga ishlarda, mana otam Shohmardonga borib ko'rgani borishgan lagerga. Soddachilik davrlar. Mana bu ham 85-yilgi rasm. Tog'amni xotini Inobotopon, bular ko'pi. Mana Inobotopon. Mana Inobotopon rahmatli bo'lib ketishdi. Mana xolajonim, joylari jannatdan bo'lsin, hammalaringni oxiratlari obod bo'lsin. Mana jigar yoshalarim meni. Mana soddachilik davrlar, meni opalarim, mana Shohmardon, mana soddachilik o'zimiz, mana ishtonda, hamma ishton kelgan, ko't yopiq bo'lgan. Mana studentligim, gruppadoshlarim. Mana atlaslar, atlas kiyimlar anaqa bo'lgan, o'sha payt urf bo'lgan. Hamma atlas kiyib, bir xil kiyinib, har xil fasonda emas, bitta ko'ynakda hammamiz almashtirib kiyib rasmga tushganmiz, vinyetka uchun. Opajonim. Mana qarang, hamma atlasda o'sha paytda. Opam meni 3 yil oldin bitirganlar. Qarang, mana endi, mana soddachilikda. O'sha davrlar, Alloh o'tganlarni oxiratini obod qilgin. Qarang, chiroyli. Mana ro'molni shunaqa qilib o'rashgan, oldin tomoqlarini o'rashganda, hech kim bunaqa kasal bo'lmagan. Mana yoqalik, mana ko'ylaklar bo'lgan, yoqali ko'ylaklar, mana ko'krigiga oldi, ich tomoni 2 qavatli astar bo'lganda, odamni shamollatmaydi. Mana yoshlarim yoqali ko'ylak kiygan, birov kasal bo'lmagan. Qalqonsimon bez to'silib turganda, angina shamollash bo'lmasa, odam hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Mana bo'ynlarini o'rab 2 qavatdan qilib aylantirib, hech kim kasal bo'lgan. Mana kamzir o'pkani to'sib turadi. Alloh o'tganlarni oxiratini obod qilgin. Mana dadamni umrini uzun qilgin, ammamni ham dardlarga shifo bergin. Mana onajonim.